Premium pichoqlar. Umrbod ishlatiladigan pichoq. Innovatsion yangi qotishma. Eng sara materiallar. Yaponiyalik mohir ustalar tomonidan yasalgan. Ijod qilishingizga yordam beradi. Suntraft Yaponiyaning Seki shahrida joylashgan bo'lib, u tarixan samuray qilichlarini yasash bilan mashhur. Kompaniya asoschilari Seki shahrida pichoq ishlab chiqarishni boshlab, 60 yildan ortiq tajriba to'plashgan. Hunarmandchiligimizni zamonaviy texnologiyalar bilan birlashtiramiz. Eng yaxshi pichoqlar to'plamimizni taqdim etamiz. Pichoq tigi kukunli po'lat va chiroyli garmondan iborat. Uchi xuddi samuray qilichidek to'lqinli naqsh bilan qoplangan. Kesuvchi qismi skiki kukunli po'latdan yasalgan bo'lib, u qattiqlik, korroziyaga chidamlilik va o'tkirlikni saqlash uchun ko'proq muhim elementlarga ega. Uning qattiqligi 62 rokvelgacha yetishi mumkin. Yuqori o'tkirlikka erishish uchun ustamiz an'anaviy charxlash usulidan foydalanib, pichoqni ustara kabi o'tkir qiladi. Sinovlar pichogimiz vegan yoki iltim pichoqlardan ancha o'tkirroq ekanini ko'rsatdi. Uzoq o'tkirligi bilan pichogimiz umrbod sevimli qurolingiz bo'ladi. Pichoqlarimiz uzoq vaqt xizmat qilishini istaymiz. Shu sababli biz charx toshi yordamida o'tkirlikni saqlash uchun maxsus parvarish to'plamini ishlab chiqdik. Pichoqni charxlash uchun kerak bo'lgan barcha narsa ushbu qutida mavjud.